Assalomu alaykum. Men Toshkent texnologiya instituti M25 guruh talabasi, magistranti Xodif Ilyosman. Mening bugungi ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan 5-8 topshiriq uchun bajarilgan prezentatsiyam. Dissertatsiya mavzui yurilish talablariga muvofiq ekologik toza benzinlarni olish va ularning texnologiyalarini takomillashtirish. Bizda bu mavzuga oid rejalarimiz bor. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, dissertatsiya mavzusining maqsadi va vazifalari va so'nggida dissertatsiya mavzusining obyekti, predmeti va gipotezasi va shuningdek xulosamiz bor. Bizga bunga oid rasmlarimiz, texnik jarayonlarimiz bor va bizning asosiy vazifalari, bu jarayonning tadqiqotning vazifalari nima? Tadqiqotning asosiy vazifalari yuzlash, muvaffaq ekologik toza va yuqori oktavli benzinlarni olish va ularning texnologiyalarini takomillashtirish va ularni bizga mavjud bo'lgan texnologiyalarni taqqoslash va takomillashtirish borasida ularni takomillashtirish va avtomobil benzinlariga qo'yilgan standartlar, Euro 5 standartiga oid ularning tarkiblari, ya'ni oltin yuk miqdorlarini o'lchash, shular uning asosiy vazifalariga kiradi va bizda predmet bu tadqiqotning, ya'ni predmeti bu quyidagilar kiradi: xomashyo, neft fraksiyasi, kimyoviy tarkibi, Euro 5 ko'rsatkichlari, ya'ni oktan soni, izolyatsiya kabi jarayonlar, mexanizmlari kiradi. Tadqiqotning obyekti nima? Euro 5 standartiga mos benzin ishlab chiqarish bilan bog'liq ilmiy texnik jarayon va qurilmalarning texnologik uskunalari tadqiqotning obyekti hisoblanadi. Euro 5 ekologik talab bo'yicha normativ ta'minlash texnologik liniyalari, tajriba laboratoriya va sinovdan o'tadigan benzin namunalari va modernizatsiya qilinadigan yoki takomillashtiriladigan ishlab chiqarish sxemasi. Va bizda oxirida xulosamiz bor. Xulosamiz bu nima? Bu tadqiqotimizdan olingan asosiy xulosa tabiat muhitga zarar yetkazmasdan turib, yengil Euro 5 standartiga mos benzin olish va ularning texnologiyalarini takomillashtirish.